1 kilo go'sht tanlaysizmi yoki 1 kilo kalbasanimi? Конечно, 1 kilo go'sht. Go'shtmi? Qarang, men sizga hozir oson 3 ta savol beraman. Agar to'g'ri topsangiz, men sizga 1 kilo go'sht olib beraman. Ketdimi? Bo'ldi, ketdi. Korzinka so'zida nechta n harf bor? Bitta. To'g'ri. Korzinka so'zida oxirgi 5 ta harf nima edi? Zinka. To'g'ri. Korzinka so'zini teskarmachasi qanaqa o'qiladi? Aknizrok. To'g'ri. Oxirgisi, agar shuni ham topsangiz, 1 kilo go'sht olib beraman sizga. Biz hozir korzinkani qaysi filialdamiz? Qoratoshda. Qoratoshda. To'g'ri. Mana sizga 1 kilo go'sht olib keldim. Mana oling. Chekini обязательно ko'rsatib ketasiz. Rahmat. Mana rostdan ekan. Xursandmisiz? Xursandman, rahmat. Qarang, bizani sponsorimiz bor-da, Dental Museum. Mana shu voucher sizga podarka. Agar mana shuni olib borsangiz, sizga professional chiskani tikinga qilib berishadi. Xursandmisiz? Xursandman.